Bir kuni to'taydan ishkirga sayohat qilmoqdi. Bularning birisini ayt yugashgan to'ti bir poyezdniki 4 karvatni setibdi. Uchaylar yotgan karvat intayin normal. Birisi yotgan karvat nayt yotqin olmaydigan nima bo'lgan buzib ketgan karvatga. U birdam yetib faqat idishni o'tmay adil bo'lmadi debdi. Biraylar nima adil bo'lmadi desa, bu uchinglar saq karvat yetib, men ash karvat yatamdan. Bunu adil bir taraf qilgan, qanday adil bir taraf qilamiz? Masalan, tepishmoq topalganlar saq karvat desin, topolmaganlar ma karvat desin degan ekan. Hammalar antaj yaxshi ko'rmaydi ekan. Shunlarda chidaysa, qo'y deb tepishmoqni boshlabdi. Yendikidan so'raydi ekan, "Ha? Osmonda qancha oy bor? Bir soat deb to'g'ri deb uni yetkazib. Senga qila osmonda qancha kun bor? Uni bir soat deb uni to'g'ri deb yetkazib." Adashdan osmonda qancha tal yulduz bor? So'y mendan bilmayman, osmonda qanchalar yulduzni sanab qo'ymasam, shunda topamidan yeta. Deb uni yetkazib, birdan yetib u yana idishni o'tmadi. O'tmay yana adil bo'lmadi debdi. Voy, nima adil bo'lmadi? Sen bu tashqi planetning sualini so'rading, yer sharining sualini so'ramamsan degan. Bu da so'rayman, chidimsam qarim yo'q, ha? deb boshqa qildi. Ha. Davlatimiz qachon qurilgan? Desa, birinchi 49-yil qurilgan deb. To'g'ri, yeta deb uni yetkazdi. Ikkinchidan. Ozodlik urushida qanchalik odam o'lgan? Taxmin uni to'g'ri deb yetkazdi. Ana keyin, "Sa'sh ozodlik urushida o'lgan 1.600.000 odamning hammasining ismini tuqamsa, so'y men nima bilaman" deb kenda tapamdan yeta deb.